Nima deyapti? Voy! Ko'rib turibsizlar masofasini qanchaga tushib turganini do'stlar. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Nazar qilmaydi mana davlilarni ko'rasizlar. Sizlarga nagrozkani ko'rsatamiz. Qani qancha tepalikgacha bemalol o'tkazmay o'taverar ekan. Qancha suv chiqyapti? 125 diametrda 14 gektarda xotirjam sug'oradi. Bu normalniy suv chiqyapti. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, akalar sanada nomerlar bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha cho't qilib so'rovkasini qilib beramiz. Ekonom kam kilovatdan do'stlar, kanalga yangi bo'lsang obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Bizdan uzoqlashmaysizlar, do'stlarga fermer, dehqon, jamikash yer bilan shug'ullanadiganlarga jo'natib qo'yasizlar. Suvni ko'rasizlar, bosimi issiqqina suv kelyapti. 480 metr, 489 metr. Bu joy suv chiqishini ham ko'rasizlar, yetib kelib qoldi suv ham. Qanaqa issiq davlina bilan kelyapti. Quramiz diametri 125, tik balandligimiz 35 metr. Pastda 28 kilovat atrofida bateriya qilyapti. 37 kilovatdan suv qo'yganmiz. Haydab turibdi. Bundan kichkina kilovat ham chiqarardi. Yerimiz maydoni katta, suvni davlina bilan chiqarib beradi degan maqsadda kilovat kattaroq qo'yganmiz. Endi ozgina misol nima deydi 15 kilovat qo'yib yarmini olgandan ko'ra o'shani 30 kilovat bilan ko'prog'ini olib tezroq qilgan ma'qul. Ikkalasi ham bir tushadi. Shuning uchun ujman suv ham kelib qoldi hozir. Kelganda ham qattiq keladi. Hozir yuzishda qani necha minutda kelishini videoda ham ko'ramiz. Keldi o'sha. Mana uni suv desa bo'ladi do'stlar. Qani? Nima deyapti? Voy! Ko'rib turibsizlar masofasini qanchaga tushib turganini do'stlar. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Nazar qilmaydi mana davlilarni ko'rasizlar. Sizlarga nagrozkani ko'rsatamiz. Qani qancha tepalikgacha bemalol o'tkazmay o'taverar ekan. Qancha suv chiqyapti? 125 diametrda 14 gektarda xotirjam sug'oradi. Bu normalniy suv chiqyapti. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, akalar sanada nomerlar bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha cho't qilib so'rovkasini qilib beramiz. Suvimiz yomon emas, zo'r. 15 kilovatni qo'yadigan bo'lsak, mana shu atrofga tashlaydi, teng yarmiga. Hozir 28, mayli 30 kilovat deylik, tepa-teng ko'p. Kimdir 15 kilovatdan chiqarishi mumkin deydi. 11 kilovatni qo'ysak, mana shu joyga tashlaydi. Hammasini o'zini motor quvvat oshgan sari baribir suv ham ko'payib boraveradi. Buni tushunmagan o'zi o'sha menga kilovatni kam qo'yib ber deydi, kam kilovatdan sug'orib yotaveradi. Bu uzoq liniyalarga qo'yiladigan nasos отдельный bo'ladi. Yaqin masofalarga qo'yiladigan nasos отдельный bo'ladi. Hammasi bir xil bo'lmaydi. Shunga qarab o'zlaringiz hisoblang, yo'laverasizlar. Ba'zi birlar aytadiki, 7,5 kilovatdan ham chiqarsa bo'ladi, u manchacha chiqib turgan suv nimani hal qilib beradi? Prosta kun vaqt o'tib ketadi. Ko'rib turibsizlar qancha joyda illab ketyapti turganini. Qolganini ish jarayonlarini video davomida ko'rsatamiz. O'chirishdi, sababi suv to'lib ketadi. 3 minut video deyishuvdi, 3 minutga ham bormadi. Hali narsa ekilmagan, bu tomonga klon bo'lyapti, o'zi yerga suv kirib ketdi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, akalar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha cho't qilib uстановkasini qilib beramiz. Turbani aytilganda turbalarimizni Andijondan olib kelganmiz. Haliginda Surxondaryoda tortdik. Chak qo'yaverdi, yorilib ketdi. Chak yorilib ketdi. Ulasang, yorilib ketadi. Ulasang, yorilib ketadi. Birorta joyi qo'ygani yo'q. Salkam mana 7 yil, 8 yildan beri bitta firma bilan ishlaymiz, zavod bilan. Bironta chokidan suv qo'yib qo'ygan yo'q. Biz o ishladik. Ishlagan yerimizda chakdan o'taverib, turba shunaqa bo'ladi. Bir-biriga mahkam birikay degan, u mana shuncha bosimga javob beraman emas, dal shu oxirigacha javob beraman degan zavod bilan ishlaymiz. Eng uzoq kilometr liniyalarda polietilenda suv chiqarish bo'yicha biz qilamiz. 3 ta guruhimiz bor. O'zbekiston bo'yicha 3 ta guruh. O'shani biz uzoq liniyalarga suv chiqarishni qilamiz. Tog'ni ustigami bizga effekt beradigan turba kerak. Qanchadir bosimga eradigan emas. O'zi chiqishimiz отдельно. Bo'ldi, shu. Liniyamizni ko'rib turibsizlar, bironta joydan qo'ygan yo'q. Nasos qismini ham ko'rsatdim. Video davomida uni ham ko'rsatdim. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizda hozir turgan joyimiz Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani G'azalkentda turibmiz hozir. Mana shu joyda lokatsiyamiz tog'larning ichida yuribmiz. Shu mana, xudo xolasa 2 kunda suvimizni chiqarib qo'ydik. Hamma yo'q zakolni. Video davomida qo'yib o'tganman, ish jarayonlari hammasi
Nasosni qanday qo'yish kerakligi mana u kuni ham ozgina anglashilmovchilik bo'ldi. Sabab bitta nasos kuyib qoldi. Nasosga suv quymasdan tashlab yuborishgan ekan, o'sha kuydi. Shuni hisobiga hozir biz ham 220 metrdan tok tortib kelganmiz. Misol bunga bu yerda motorlar 25 lik kabel tortsang yetadi degan ekan, biz 35 tortganimizda ham 35 kabel ham o'z masalasi hal bo'lib qolyapti. Shuning uchun turklarda tortmasdan turib aloqaga chiqsalang bo'ladigan narsalar bilan ishni bitiramiz. U yana kimnidir aybini to'g'rilash, u qilib ketgan narsani yana bor boshqatada almashtir. Bunaqa narsa bizga kerak emas. Nasoslarni ham hamma yo'g'ini как положено четко qilib beramiz. Bizda suv chiqquncha bo'ladi. Договор suv tushguncha bo'ladi. Do'stlar, men nasos qo'yish qanchalik qiyin bo'lyapti turganini ko'rsatib o'tolmay qoldik. Ikkita kran kelgan. Tush muammo bo'lyapti. Mana bu joyda arang tushdi bu kran. Manipulyatorlar kelib qaytib ketdi. Tepadan ikkita kran olib kelib olganmiz. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida, xudo xolasa mana 16 metr strelasi bor. Hozir xudo xolasa ana shu joyga shunday o'rnaydi, nasos tashlaymiz. To'liq video obzorini ham qo'yamiz. Ketdi mana. Ho'p aka. Bisoda xizmatdan-da vallah. Ana uni qilaring deb tursam. Prismi? Ha. Necha? 35. Bo'l tayyor hozir. Keyin kulishdi, transformatorga kulishlarim ham yo'q bizman. Ana kulishda ketadi. 17-19, yo'q. 14-17. Endi aka avtomatga. Ha, bo'ldi, uni ham beramiz. Vera. Tog'lik yo'qmi? Nima o'da ona bir balayimida, a? Ha, Vasilvoy. Tikka turwa. Bo'pti Dilshod. Xabarlashamiz uka. Aylantirib turib o'taver. Ha, Istalbiga qarab o'ray, istalbiga aylan. Bo'pti Dilshod. O'xtam. Bahadirga aytib qo'yaman. Uylanmaganimga ketdim deyapti-yu. Balkim bo'lar Dilshod. Uni oyoq mahkam bo'lish kerak, temir bilasan, u pastdagi. O'g'li ketdi bu, Dilshod. Rachoy o'tib ketishini qarang endi, asfalt. Endi o'tib ketyapti. Aks bo'ladi-da o'zi. Nimaga edi? 3 soat qidirdi rachoy. Balatasan. Tush endi bo'ldi. Jamoal abadan turib bundan so'rayapti. Bo'ch kezdan bu. Ho'p aka. Do'stlar, mana endi kranimizni qancha uzunligini ko'rib turibsizlar. Shu kranni mana shu joyga bitta nasos tashigan olib tushib olganmiz. Ag'da bolalar sim tortyapti. Ikkitasi. Ha! Baydan endi eplab esolamonda chiqib olsak bo'ldi. Mana shu razgon bo'yicha ketdi kran. Oy, молодец. Baquvvat ekan-a. Oldiga chiqarar ekan, orqaga qiyinar ekan. Yuk ko'payib ketgan ekan. Oy, молодец. Shopir aka xursand amalladim dedi. Tushish juda qiyin bo'lganda. Aqdin apta kranimizni mana tayyor turuvdi. Ehtiyot choralarini ko'rib. Tog'larning tagida. Mana shu holatda do'stlar ketadi. Nasosimizni o'rnatganmiz 125 turba bilan 480 metrga. Xudo xolasa 13 gektar, 14 gektarmi? Semechka ekiladi. Semechka bir balani qanaqa semechka edi? O choqlardi-yu katta. Ermah degandan shayga ekilar ekan. Kirallar mana ketdi.
Bu tomondan esa nasosni yana shunday qo'shib olsak, xudo xolasa ishimiz zakonni chotki. O'rnagan joyini ham ko'rib turibsizlar. Yurgizishimiz bilan qisqa video qo'yamiz deganmiz. Endi videoni boshida ham ko'rsatib o'taman doimgidek. Mashg'ulotda ustunovkasini qilib qo'yganmiz. Bachokni ham tashadik, ko'rdilaring. Ustiga tashadik. Hamma tomoni mahkam, zo'r, normalni o'rnagan. Shitlarimizni ham qo'yib qo'ydik. Kabellarimizni ham tortib keldik. 35 o'zi 200 metr, lekin 35 kabel tortdik. 200 metr ham chiqmaydi. Baquvvat bo'lgani yaxshi. Podyomdan ko'rib turibsizlar. Bosamiz yerlar.